Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari 3-qism kitobining 17-mavzusi jadvallar mavzusi haqida gaplashamiz. Demak, bu mavzuni ma'lum bir qoidalar orqali, formulalar orqali o'rgatish shart emas. Shundaki jadvaldagi ma'lumotlarni o'qib, o'quvchilar kerakli ma'lumotlarni tushunib, berilgan savollarga javob berish kerak xolos. Demak, sinf ichidagi ba'zi bir savollarni o'quvchilar bilan birgalikda yechtirib, qolgan savollarni o'zlariga yechtirgan afzal. Demak, sinf ichidan birinchi savol bilan tanishamiz. Xo'p, quyidagi jadvalda bahor faslida maktabning 6-sinf o'quvchilari tomonidan ekilgan ko'chatlar soni keltirilgan. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi mana bu tartib raqami 3 ta sinf, mana bu 6A sinf, 6B sinf, 6C sinf. Bular oylar, mart, aprel, may oylarida ekan. Xo'p, nima degani? Mana bu 13. 13 degani 6A sinf mart oyida 13 ta, aprel oyida 11 ta, may oyida 15 ta daraxt ko'chat ekkan. 6B sinf mart oyida 20 ta, aprel oyida 11 ta, may oyida 17 ta ko'chat ekkan. 6C sinf esa mart oyida ko'chat ekmagan. Aprel oyida 18 ta ekkan, may oyida 25 ta ko'chat ekkan. Xo'p, savollarga javob beramiz endi. 6A sinf o'quvchilari qaysi oyda eng ko'p ko'chat ekkan deyapti. 6-sinf o'quvchilariga qaraydigan bo'lsak, 13, 11, 15 mana. 15 ta ko'chat ekkan oyi eng ko'p bu bizaga may oyi hisoblanadi. Bo'ldi. 6-sinf o'quvchilari bahor faslida jami nechta ko'chat ekkan deyapti. 6C sinf o'quvchilari bahor fasli bu mart, aprel, may. 18 ga 25 ta qo'shib qo'ysak bo'ldi. Sababi mart oyida ekmagan, 18 ga 25 ta qo'shamiz. 43 ta ko'chat ekkan. Keyingisi qaysi oyda eng ko'p ko'chat ekilgan? Endi bizga aytayaptiki, qaysi oyda eng ko'p ko'chat ekilgan deyapti. Mart oyida 33 ta ko'chat ekilgan. Aprel oyida 22 ga 18 qo'shsak 40 ta ko'chat ekilgan. May oyida 15 ga 17 ni qo'shamiz, 32, 37 ta 57 ta ko'chat ekilgan. Demak, may oyida eng ko'p ko'chat ekilgan. D javob. D savol, qaysi sinf o'quvchilari eng kam ko'chat ekkan? Demak, 6-sinf o'quvchilari nechta ko'chat ekkan? 13 ga qo'shamiz 11, 24. 24 ga 15 qo'shamiz 29, 39 ta ekkan. 6B sinf o'quvchilari 20 ga 11, 31, 38, 48 ta ko'chat ekkan. Xo'p, 6C sinf o'quvchilari 18 ga 25, 43 ta ko'chat ekkan. Demak, qaysi sinf o'quvchilari eng kam ko'chat ekkan deyapti? 39 ta ko'chat ekkan sinf bu 6A sinf o'quvchilari. Bo'ldi, hamma savol 4 ta savol bergan, 4 ta savoliga javob berdik. Jadval xuddi shunaqa tartibda ishlanadi. Demak, bu savol tushunarli bo'lsa, o'quvchilar mana bu 2-chi, 3-chi va 4-chi jadvalga doir misollarni ishlab kelib tekshirtirsa bo'ladi bemalol. Xo'p, keyingi sinf ichidagi 6-chi jadval bilan tanishamiz. Sardor opasiga oq rangli, xotirasi kamida 256 gigabayt bo'lgan telefon, singlisiga esa ko'k rangli, xotirasida kamida 64 gigabayt bo'lgan telefon xarid qilmoqchi. Quyidagi jadvalda Malika savdo majmuasidagi telefon narxlari haqida ma'lumot keltirilgan. Sardor eng kamida qancha xarajat qilish kerak deyapti. Xo'p, birinchi u opasiga qancha xarajat qilishini hisoblaymiz. Xo'p, opasiga oq rangli telefon sotib olish kerak. Oq rangli, xotirasi kamida 256 gigabayt bo'lishi kerak. Kamida 256 gigabayt degani 256 gigabaytga teng yoki undan ko'p bo'lishi kerak. Demak, mana bu 128 gigabaytni tanlamaydi, kam. Buni iPhone 4 ham tanlamaydi, iPhone 13 ham tanlamaydi, mana buni ham tanlamaydi. Xo'p, keyin 1 terabayt degani bu 1024
1024 gigabayt degani. Demak, buni tanlash mumkin. Bizda tanlov imkoniyatlari 3 ta. iPhone 14, iPhone 15 Pro va iPhone 15 Pro Max. 256 gigabayt, 1024 gigabayt va 256 gigabayt. Endi opasiga oq rangli telefon tanlash kerak. Mana bu iPhone 14 ga qarasanglar, oq ranglisi yo'q. Mana oq ranglisi yo'q deb bu yerda. Demak, iPhone 4 tanlay olmaydi. Ikkita qoldi. iPhone 15 Pro va iPhone 15 Pro Max qoldi. Ikkalasida ham oq ranglisi bor. Faqat ikkalasidan arzonini tanlaydi, chunki kamroq bo'lishi kerak uni xarajati. 1280 va 1150 dan arzoni 1150. Demak, opasi uchun to'lov $1150 tushadi. Endi xuddi shunaqa tartibda singlisiga telefon tanlaymiz. Singlisiga ko'k rangli, xotirasi kamida 64 gigabayt bo'lgan telefon xarid qilmoqchi. Demak, 64 gigabayt bo'lsa, bu yerdagi hammasi 64 gigabaytga teng yoki katta. Demak, xohlagan tanlash mumkin. Va telefonning rangi ko'k rangli bo'lishi kerak. Ko'k rangli bo'ladigan bo'lsa, mana buni tanlay olmaydi, chunki bunda ko'k yo'q. Mana buni ham tanlay olmaydi, ko'k yo'q bunda. iPhone 14 da ko'k rang bor, bunda ham bor. Qolgan hammasida bor. Ko'k rang hammasida bor. Faqat imkon boricha kamroq narxni tanlash kerak Sardor. Bu yerga qarasanglar, narxlarga qarasanglar, $950 eng kam. Demak, singlisiga $950 pul sarflab iPhone 14 olib beradi. Opasiga esa iPhone 15 Pro beradi. Demak, Sardor eng kamida qancha xarajat qilish kerak deyapti? Opasiga 1150, singlisiga 950. Ikkalasini qo'shamiz. 0 10 bir dilda, 1 ga 9 11 bir dilda 2100 dollar sarflab, ya'ni $21 sarflab, $100 sarflab ikkita telefon olish mumkin Sardor. Xo'p, buni ma'nosiga tushunib, yaxshilab yechganimizdan keyin o'quvchilar mana 5-sini yechadi, 7ni o'zi yechadi. Xo'p, 8-sini ham o'zi yechadi. Keyingisi 9-savolni ham o'zi yechadi. 10-savolni ham o'quvchilarning o'zlari yecha oladi. Shu ikkita savolni tushuntirib berganimizdan keyin bu qolgan savollarni o'quvchilarning o'zlari yecha oladi, agar ma'nosiga yaxshi yetgan bo'lsa. Hop, keyingi masala mana 11-masalani birga saligina vaqt berib o'quvchilar o'zi o'qib ko'rish uchun keyin birga yechib tahlil qilgan yaxshiroq. 11-savol. Davron hovlisining devorlarini bo'yamoqchi. Buning uchun unga eng kamida 32 kilogramm bo'yoq kerak bo'ladi. U olmoqchi bo'lgan bo'yoqlar turli xil og'irlikdagi idishlarda sotiladi. Ularning narxi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Demak, og'irligi 1 kilogramm bo'lgani 7000 so'm, 5 kilogramm bo'lgani 25000 so'm, 8 kilogramm bo'lgani 30000, 15 kilogramm bo'lgani 50000, 20 kilogramm bo'lgani 60000. Hop, Davron xohishini amalga oshirish uchun bo'yoqlarni qanday eng arzon narxda sotib olish mumkin deyapti. Demak, eng kamida 32 kilogramm bo'lsa, aynan 32 kilogramm emas, 30 kilogrammdan ko'proq sotib olsa ham bo'lishi mumkin. Bizga faqat nima bo'lishi kerak? Narxi eng kam bo'lishi kerak. Qaranglar. Endi agar 1 kilogrammlik bo'yoq sotib olsa 7000 ga tushar ekan. Hop, kilogrammi. 5 kilogrammlik bo'yoq sotib olsa 25000 to'lar ekan. Bunda 1 kilogramm 5000 ga tushadi. Demak, biz mana buni tanlagandan ko'ra buni tanlaganimiz afzalroq, chunki kilogrammi arzonroq chiqyapti buni. Keyingisi mana bu hop 8 kilogrammi 30000 ekan. Buni 1 kilogrammi 5000 bo'lsa, 8 kilogrammi 40000 bo'ladi. Demak, mana bu undan ham ko'ra yaxshiroq ekan. Keyingisi mana bu yoki 30000 ni mana 30000 ni 8 ga bo'lsanglar ikkita bor. 30000 8 bo'lsanglar ikkita bor. Hop, uni 3 ta bor ekan. 30000 8 bo'lsanglar 3 ta bor, 24 bo'ladi. 60 ichiga 8 7 ta bor, 56 bo'ladi. 40 ichiga 5 ta bor. Ya'ni 3750 so'mdan tushar ekan bu. Bu yana arzonroq. 50 ni 15 ga bo'lib qo'yamiz endi. 50 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsak,
3 ta bor. 45 bo'ladi. Ayirsak 5 qoldiq. 57 ga yana 3 ta bor. Yana 45 ayirsak 3 qoldiq. Bu ketaveradi bu. 3333 so'mdan tushar ekan kilogrammi. Ya'ni mana bulardan ham ko'ra yaxshiroq. Ya'ni kilogram ortgan sari yaxshilanib ketaveryapti. 20 kilogram 60 ming bo'lsa, 60 20 ga o'lchsak 1 kilogram 3 ming bo'ladi. Demak, ya'ni mana bu og'irliklari qancha ortib ketaversa, narxi 1 kilogram narxi shuncha kamayib ketaverar ekan. Demak, biz 32 kilogram bo'yoq olishimiz uchun imkon boricha kattaroq og'irlikdagi bo'yoqni tanlaganimiz yaxshi ekan. Xo'p, endi qaranglar mana. Mana bundan 32 kilogram olishni nima qilamiz? Mana bundan bitta olsak, mana bundan 20 kilogram olsak, 60 ming pul to'laymiz. Bundan bitta olsak, 50 ming pul to'laymiz. Shunda biz yetarlicha bo'yoq oldik, 35 kilogram bo'yoq oldik. Shunda umumiy hisobda biz 110 ming so'm pul to'ladik. Endi bundan ham kam qilishimiz mumkinmi? Qidirib ko'rishimiz kerak mana. Xo'p. Endi masalan bu 15 ta talasak 35 bo'lib ketdi. Buni talasakchi mana. Bitta 5 dan, bitta 8 dan talasak jami 13 kilogram bo'ladi. 20 ga 13 ni qo'shsak 33 kilogram yetarli bo'ladi bizga. Shunda mana bu 60 plus mana bu 8 kilogramni 30 mingga olib sotib olamiz, plus mana bu 5 kilogramni 25 mingga sotib olamiz. 60 ga 30 90 bo'ladi. 90 ga 20 qo'shsak 115 bo'ladi-da, lekin mana bundan qimmat bo'lib ketib qoladi bizning tanlovimiz. Biz 110 mingdan kam qila olamizmi? Shuni o'ylab ko'rishimiz kerak. Xo'p, keyingi holat. Masalan, 32 kilogram bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? 32 kilogram bo'lish uchun 8 kilogramdan 4 ta tanlashimiz kerak. 8 kilogramlik bankalardan 4 ta tanlashimiz kerak. Shunda har biriga 30 ming to'lasak, 30 kirib 120 ming to'laymiz. Bu ham bo'lmadi, qimmatlashib ketdi. Keyingisi mana, agar buni qilsakchi, 15 minglikdan 2 ta tanlasak ham bo'ladi. 15 kilogramlikdan 2 ta tanlaymiz. Plus 30 kilogram bo'ldi. 1 kilogramlikdan 2 ta tanlasak, bu o'zi 14 ming bo'lib ketadi. Mana bu 50 ming, bu ham 50 ming. Jami 50 ga 50 100 ming bo'ldi. 100 ming 14 ni qo'shsak 114 ming bo'ldi. 114 ming 115, 120 dan kichkinaroq, lekin 110 mingdan baribir katta. Unaqa tanlashimiz yaxshi emas baribir. Ya'ni qimmat bo'lib ketyapti-da. Xo'p, yana qanaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin? Qidirib ko'rishimiz kerak. Masalan, 3 ta tanlasak 150 ga ketadi buni. Xo'p. Bundan 2 ta tanlasak, mana bundan 2 ta tanlasak 100 ming bo'ladi. Mana undan bitta tanlasak 35 bo'ladi-da, 100 mingga 25 bo'lsa 125 ming bo'lib ketadi. U ham 110 mingdan katta. Bizga eng kami kerak bo'ldi. Eng kami 110 ming so'm to'lov qilib, xohishdagi bo'yoqlarni sotib olish mumkin. Bundan kam bo'lmaydi, 110 mingdan kam bo'lmaydi. Ko'p narxda sotib olish mumkin, lekin bundan kami qila olmaydi, sotib ololmaydi. Demak, 11-masalamiz javobi 110 ming so'm. 110. Demak, shu masaladan keyin 12-masalani, 13-masalani, 14-masalani o'quvchilarning o'zlari yechish kerak. Xo'p, 15-masalani birgalikda ko'ramiz mana. 15-masala. Quyidagi jadvalda A, B, C, D, E avtomobillarining ma'lum bir masofaga yura olish uchun zarur bo'lgan benzin miqdori ko'rsatilgan. Qaysi avtomobilning benzin samaradorligi litr taqsim kilometr eng kam deyapti. Ya'ni ma'lum bir masofada sarflagan benzinlari eng kam deyapti. Mana bu nima bo'lar ekan? A avtomobil 90 km masofaga 15 litr benzin sarflar ekan. Bu 87 km masofaga bu 10 litr benzin sarflar ekan. Bu 109 km masofaga 12 litr benzin sarflar ekan. Bu 53 km masofaga 6 litr benzin sarflar ekan. Bu 45 km masofaga 5 litr benzin sarflar ekan. Endi biz mana bularni bir xil qila olmaymiz, chunki ular katta son va o'zaro bir-biriga bo'linmaydiganlari ham yo'q hattoki. Lekin mana bu 15, 10, 12, 6, 5 ni bir xil qilishimiz mumkin. Ya'ni umumiy maxraj degan narsani berishimiz mumkin bu yerda.
15, 10, 12, 6 va 5 uchun umumiy maxraj. Xo'p, necha desak bo'ladi? 15 ni tanlasak 10 ga bo'linmaydi, 30 12 ga bo'linmaydi, 45 12 ga bo'linmaydi, 60 10 ga bo'linadi, 12 ga bo'linadi, 6 ga ham 5 ga ham bo'linadi. Bo'ldi, demak biz mana bularni hammasini 60 qila olar ekanmiz. 60 qilishimiz uchun bularni surat maxrajini 4 ga ko'paytiramiz. Surat maxrajligini buni 6 ga ko'paytiramiz. Buni 5 ga ko'paytiramiz. Buni 10 ga ko'paytiramiz. Mana buni 12 ga ko'paytiramiz. Shunda hammasi mana bular 60, 60, 60, 60, 60 chiqadi. 60 litr benzin bilan A avtomobil 360 km masofaga yura olar ekan. B avtomobil 7 kira 6 42 4 dilda 48 52 522 km masofaga yura olar ekan. Bu 545 km masofaga yura olar ekan. Bu 530 km masofaga yura olar ekan. Bu 45 kira 2 90 90 kira 6 540 km masofaga yura olar ekan. Benzin samaradorligini nima desak bo'ladi? Benzin samaradorligi bu bir xil benzin sarflab qaysi avtomobil eng ko'p masofaga yuradi. Shunda u samaradorroq, foydaliroq bo'ladi. Yoki hammasi bir xil masofaga yurib, qaysi biri eng kam benzin sarflaydi. Shuni topishimiz kerak. Hozir bu yerda benzinlari bir xil bo'lgani uchun bir xil benzin hammasini bir xil benzin qildik. Ya'ni 60 litr benzin sarfladi. Shunda qaysi biri ko'proq masofaga yursa, o'shani benzin samaradorligi eng yaxshi, eng kam bo'ladi. Ko'p masofaga kam benzin sarflagan bo'ladi shunda. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana bu 545 km masofa eng ko'p bo'lib turibdi. Shu 545 km masofaga 60 litr benzin sarflayapti. Qolganlari 60 litr benzin bilan sal kamroq masofaga yuryapti. C avtomobil 60 litr benzin bilan 545 km yuryapti. B 522, A 360, D 530, Y 540. Eng ko'p masofaga yurayotgani, demak, C javob. C mashina. Qaysi avtomobilning benzin samaradorligi eng kam deyapti? Demak, C ni benzin samaradorligi eng kam bo'ladi. Xo'p, shundan keyin 16-masalani, 17-masalani, 18-masalani, 19 va 20-masalalarni o'quvchilarni imkon boricha o'zlari yechishlari kerak bo'ladi. Eng oxirgi variant umuman ishlanmay qolsa, keyin birgalikda yechim ko'rsatgan yaxshi. Imkon boricha o'zlari harakat qilish kerak yetish uchun. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat.